Salom do'stlar, meningdir Benila Zuriel kanalimga xush kelibsiz. Bugun biz bogim og'rigini qoldiruvchi malham bo'lgan Flexoderil haqida suhbatlashamiz. Flexoderil malham bogimlar, mushak, pay va boglamlarning spazmlarini yaxshilaydi. U oyoq-qo'llarni qo'llab-quvvatlaydi va erkin harakatlanish va jismoniy mashqlar qilish imkonini beradi. Sovutuvchi, chuqur kirib boruvchi malham kollagen ishlab chiqarishni oshiradi. Flexoderilning afzalliklari: tez og'riqni qoldiruvchi vosita, sovutish va isitish bogim va mushak og'rigini tezda yengillashtiradi. Yallig'lanishga qarshi kimyoviy moddalar bogimlarning shishini kamaytiradi. Flexoderil qattiqlikni kamaytirish orqali bogimlarning harakatchanligini oshirish mumkin. May butun tanaga emas, balki og'riqli joyga qaratilgan. Qollash oson, Flexoderil teriga tezda singib ketadi. Surunkali og'riqni davolash uchun ko'plab topikal og'riqni davolash kremlaridan har kuni foydalanish mumkin. Artrit bilan og'rigan yoki tez-tez jismoniy mashqlar bilan shug'ullanadigan odamlar undan foydalanishlari kerak. O'zbekiston ko'proq odamlar uni harakatlanish uchun ishlatishadi. Rasmiy veb-saytda u arzon. Forum postlarida Flexoderil tez yengillik beradi, deyiladi.